Mani kambag'al odatlarim. Menga shu trend juda ham yoqdi. Keling, o'zimning odatlarim haqida aytib beraman. Birinchisi, qachonki safarga chiqsam, har doim eng arzon chiptani olaman. Masalan, poyezdda har doim Sharq bilan yuraman. Afrosiyobga minishga 200 mingimni juda ham qizg'onaman. Aviabilet esa men eng arzon chiptasidan olaman. Aviakompaniya haqida yomon odzivlar ko'p bo'lsa ham, baribir o'sha biletni olaman. Ikkinchisi, qachonki shunaqa tkanivoy maska ishlatsam, ichidagi qolgan serumni to'kib yormayman, otib yormayman. Отдельный flakonchaga solib qo'yaman. Yana bitta odatim, krem tugaganda men обязательно uni kesib, yana oxirigacha ishlataman. Ruschada bitta poslovitsa bor, что уплочено, то проглочено. Va oxirgisi, men taksida yurmay, ko'pincha общественный transportda yuraman. Da men 30-40 mingimni qizg'onaman. Chunki meni bir qadam yursam, ostanovka bor, avtobusga minishim mumkin va 1700 pul to'layman. Lekin albatta yozda bu odatga amal qilolmayman, chunki bu issiqda даже 100 metr peshkom yurolmayman. Sizda esa qanaqa kambag'al odatlaringiz bor? Kommentariyada yozib qo'ying. Всем пока.